Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan dunyodagi eng xavfli itlar haqida gaplashamiz. Ular insonning eng sodiq do'sti, ammo noto'g'ri tarbiya bo'lsa, eng xavfli qurolga aylanishi mumkin. Bugungi videoda siz dunyodagi eng kuchli va eng bahsli it zotlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Oxirgisini ko'rib, fikringiz o'zgarishi mumkin. Pitbull dunyodagi eng xavfli it zotlaridan biri sifatida ko'riladi. Chunki ular kuchli jag'lari, qat'iyatli tabiati va jismoniy quvvati bor. Bu esa ba'zi vaziyatlarda tajovuzkorlikka olib kelishi mumkin. Lekin ularning xavfliligi ko'pincha noto'g'ri tarbiya, yomon ijtimoiylashtirish va egalarining o'ziga xos munosabati bilan bog'liq. Aslida ular tarbiyaga qarab sodiq va sevimli bo'lishi mumkin. Ammo jarohatlar va o'limga olib keladigan hujumlar statistikasi yuqori it turlaridan hisoblanadi. Pitbull bu muammo emas. Muammo uni zo'ravon qilib tarbiyalagan inson. Rottweiler dunyodagi eng xavfli it zotlaridan biri sifatida ko'rilsa-da, aslida bu chorvador va qo'riqchi it bo'lib, kuchli, qat'iyatli va hurmatli zotdir. Ammo noto'g'ri tarbiyalansa, potensial xavfli bo'lishi mumkin. Shuning uchun itga erta ijtimoiy integratsiya qat'iy va doimiy mashg'ulotlar juda muhim. Bu esa uni yaxshi oilaviy itga aylantiradi deb ta'kidlanadi. Rottweiler qadimiy nemis zoti bo'lib, dastlab qassoblar mol boqish va aravalarni tortish uchun ishlatishgan. Hozir esa politsiyaning eng yaxshi yordamchisi, qidiruv-qutqaruv va qo'riqchisi it sifatida mashhur deyiladi. Xulosa, Rottweiler zoti o'zi xavfli emas, balki uni tarbiyasi xavfni belgilaydi. To'g'ri tarbiyalangan Rottweiler yaxshi, ishonchli va sodiq it bo'lib, o'z egasiga doimo yordam beradi. Tosa Inu Yaponiyadan chiqqan juda katta va kuchli it zoti bo'lib, dastlab jangovar it sifatida yetishtirilgan va Yapon mastivi deb ham ataladi. Ular oila a'zolariga mehrli, lekin begonalarga va boshqa itlarga nisbatan ehtiyotkor bo'lishadi. Shuning uchun tajribali egalari va katta ijtimoiy o'rgatishlarni talab qiladi. Bu zotdagi itlar aslida kimlar uchun? Bu zot tajribali, sabrli va itni to'g'ri tarbiyalash va ijtimoiy o'rgatishda qodir egalar uchun mos keladi. Doberman Germaniyada 19-asr oxirida Karl Friedrich Louis Doberman tomonidan yaratilgan qisqa junli, kuchli va aqlli ishchi it zoti bo'lib, qora yoki jigarrang rangda, oq yoki tanrang dog'lar bilan go'zal silliq va muskul qiyofasiga ega, g'ururli va xizmatga sodiq itdir. Hozirgi kunda quloqlari va dumi kesilishi man qilingan. Dobermanning kvadrat shaklda, keng ko'krakli, qisqa va mustahkam kichik oyoqlari bor. Ular e'tiborli, intizomli, jasur va o'z egasiga sodiq bo'lishadi. Ular himoya qilishda moyil bo'lib, yaxshi qo'riqchi it hisoblanadi. Xizmat, qo'riqlash va hamrohlik uchun ideal it desak ham bo'laveradi. Kangal Tanishing, qarshingizda eng kuchli jag'larga ega bo'lgan it zoti. Agar kangal orqa oyoqlari bilan tik turadigan bo'lsa, uning bo'yi egasinikidan ham oshib ketishi mumkin. Bunday hayvon bilan shug'ullanish va tarbiya qilish hammaning ham qo'ldan kelavermaydi. Agar bo'yinbog'i uzilib ketadigan bo'lsa, nima bo'lishini tasavvur qilishning o'zi dahshat. Uning tahlikali ovozigina xohlagan bir himoya tizimidan ham yaxshiroq ish beradi. Qadimiy Vavilon davrida bu itlar xizmatidan sherlar va otlarni ovlashda foydalanishgan. Hozirgi zamonda bu it zoti Turkiyada birinchi raqamli zotdor itlar safidan joy olgan. Ba'zi bir Afrika davlatlarida esa kangaldan chorva mollarini geparddan himoya qilish uchun ham foydalanishadi. Daniya hududlarida esa bu itni boqish qat'iyan man qilingan. Wolfdog bo'ri it. Bu it Canis familiaris va kulrang bo'ri, Canis lupus yoki boshqa yovvoyi itlar turi, masalan, sharqiy yoki qizil bo'ri aralashmasidan hosil bo'lgan gibriddir. Wolfdoglar yovvoyi tabiatga xos bo'lgan xususiyatlarini saqlab qolishi mumkin. Masalan, yuksak energiya, yirtqich instinkt, mustaqillik va xavfli xulq-atvor. Shuning uchun ularni g'ayrioddiy uy hayvonlari sifatida ko'rish mumkin emas. Ammo ba'zi turlari, masalan, Chexoslovakiya bo'ri iti alohida zot sifatida tan olingan. Unda
bo'ri geni saqlanib qolgan, mustaqil xarakter, buyruqlarga har doim ham bo'ysunavermaydi. Hattoki ko'plab davlatlarda maxsus ruxsatsiz boqish ham taqiqlangan. Wolfdoglar o'ziga xos va murakkab hayvonlardir. Ularni parvarish qilish ko'p tajriba va qat'iy nazoratni talab qiladi. Qisqacha qilib aytganda, Wolfdog bu uy iti emas, bu mas'uliyat testi. Cane Corso. Bunday monsterdan hattoki eng yaxshi tayyorgarlikka ega jinoyatchi ham qochib qutula olmaydi. Bu it o'ta katta kuchga ega bo'lib, Italiyadan kelib chiqqan Malosis tipdagi tarixi qadimga borib taqaluvchi fidoi va himoyakor it bo'lib, o'ziga xos muskulga ega, og'ir va bardoshli, juda kuchli jag'lari bo'lib, tasavvur qiling, vazni 50-60 kilogrammgacha yetishi mumkin. U o'z oilasi va hududini himoya qilishda mohir va aqlli, muvozanatli kompanion hisoblanadi. Ular yaxshi tarbiyalansa, egasiga umrbod, sadoqatli do'st va ishonchli hamroh bo'lishadi. Lekin ularning kuchli himoya instinkti tufayli erta ijtimoiylashtirish va qat'iy tarbiya talab etiladi. Professional tarbiya bo'lmasa, muammo tug'dirishi mumkin bo'ladi. Argentina dogi. Bu itdan rahm shafqatni kutmagan ma'qul. Agar jinoyatchi u bilan yuzma-yuz kelib qolsa, mo'jiza sodir bo'lishini kutmasa ham bo'ladi. Bu itning jimgina turganiga ishonib qolish to'g'ri emas. U shunchaki o'ziga qulay vaziyatni poylab, vaqti kelganda yashin tezligida tashlanib qolishi mumkin. Bu mushakdor itdan avval boshida yovvoyi to'ng'izlarni ovlashda foydalanishgan. Bu kuchukni boshqalarga qaraganda ancha uzoq va e'tibor bilan tarbiyalash kerak bo'ladi. Ammo qanchalik yaxshi tarbiya qilinmasa ham, ba'zida egasiga itoat qilishdan bosh tortishi mumkin. Shunday ekan, bu itni bolalar bilan yoki boshqa bir hayvonlar bilan o'ynashga yo'l qo'yishlik unchalik ham yaxshi fikr emas. Bu shafqatsiz itni bir nechta Yevropa davlatlari o'z hududlariga kirgizishga man qilishgan. Buyuk Britaniya, Norvegiya va Ispaniya shular jumlasidandir. Xulosa qilib aytganda, u yoki bu zot itlari xavfli bo'lishi tabiatan emas, mas'uliyatsiz egalar, tarbiyaga yo'qligi yoki provokatsiya holatlarida ko'proq hujum holatlari ro'y beradi. Har qanday it sevgi bilan tarbiyalansa, u albatta insonlarga do'st bo'la oladi. Siz qaysi zotni eng xavfli deb hisoblaysiz? Kommentariyada yozing, like bosing, kanalga obuna bo'ling. Bolt Times bilan dunyoni o'rganing.